6 aprel uy bozorida Chilonzor uy bozoriga kelganmiz. Arzon variantlarni saralab qo'yamiz. Kanalni kuzatib turing. Kadastri chiqqan korobka uy mana Sergeli Qumarovda 60 kvadrat, ikkinchi etaj. 3 etajli uy. Nechta derazasi bor? Ikkita oynasi bor, ko'chaga qaragan. 2 xonali ekanda. Narxi juda arzon ekan. 45 ming dedingizmi? 45 ming. Mana onalar nomerlari ekan 90lik 917 72 12. Kadastri chiqqan, Hammasi gazi, sveti, bor. kanalizatsiya hammasi bor. bor. Xo'p, men 40 mingga so'radim, onam bilan gaplashasizlar deydi. Endi ustida gaplashaverasizlar. Lokatsiya tashlab berib turasizlar aka, baraka bo'lguncha. Kanaldan borsa arzon qilib berasiz, arzon narxi nomidan borsa. Endi uni gaplashasiz, aka. Uydagilar bilan gaplashasiz. Kadastrda olmish degan joyi bormi? Bor. Bor. Bo'ldi. Tamam. 3 etajli domni, ikkinchi etajli. Ha, ikkinchi etaj. Shu naqa Sergeli hokimiyat orqasida o'zi mahallada ko'p qurilgan 3 etajlilar. Qumaruni mahallasi boshlanishi. Qumariq mahallasi. Katta yo'ldan 100 metr. Sal boshqasini adashdim. Betonka bilan 100 metr. 100 metr betonkaga. Hid bormaydimi aka? Yo'q, bormaydi. Bormaydi. Bo'ldi aka, shu nomerda chiqaverasizlar, mana egalari nomeri kelishtirib beryapsiz. Endi unaqa hid degan narsa yo'q-da, bu yerda o'sha yashashyapti. Mana hali ana qilganimiz yo'q, endi. Nima desa bo'ladi? Yo'q-da. Bo'ldi, tamom aka. Bozoringiz bersin aka. Xo'p. Olmazor rayonida arzon 3 xona, Olmazor tuman prokuraturasining yonida, Qoraqamish 1/1, 3 xona, 5 etajli domning 5-etajda. 66 kvadrat. Kadastrda shunaqa yozilgan. Kadastrda 66 kvadrat yozilgan. Mana prama egalari ekan, 65 ming dollar. Mana rasmlari kirib yashashga tayyor ekan. Sal mayda chiqarib qo'yibsiz aka buni. Shunda kvartirani qo'ysa ham 500 dollardan kvartira turadi. Orqasida yangi universitet tushgan. Qaysi universitet? Ijtimoiy fanlar universitetidan. Shunda filiali orqasi yangi ochilgan. Orqasi Soybo'y parki. Hujjatlari joyida. Hujjatlar joyida. Uy bo'shatib berish ham muammo bo'lmaydi. Bir hafta 10 kun ichida tayyor kirib chiqadi. Hozir o'zingiz yashab turibsiz? O'zimiz yashab turibmiz hozir. Xo'p, taqilgan joyi nech pul aka? Nech pul berib yuborasiz? Aka 62 bo'lsa berib yuboraman. 62 ming dollarga 66 kvadratli mana. Egalari 94 509 68 86 nomerga aloqa chiqarasiz. Ismingiz nima aka? Jalol ismi aka. Jalol aka. Bozoringiz bersin aka. Rahmat aka, sog' bo'ling, omad tilagan. Sergeli Qumariq mahallasida Pepsi zavod yonida 4 xona, 4 sotix. Fasadi necha metr? Fasad 20 metrdan oshiq. 20 metr fasadli. Remont qachon remont bo'lgan? 5-6 oy bo'lib qoldi. 5-6 oy oldin remont bo'lgan ekan. Gaz, svet suvlari ham joyda. Hammasi joyida. Kanalizatsiya bormi yo'qmi? Kanalizatsiya bor, ikkitalab kanalizatsiya bor. Ikkita kanalizatsiya bor ekan. Pepsi zavod yonida. Metrogacha necha ostanovka dedingiz? 2 ostanovka. 2 ostanovka. Avval bu yerlar Zangiota Aqrarmidi, Bektemirmi? Yo'q, Sergeli. Yo'q, Sergelidan oldin. Sergelidan oldin ham Sergeli edi. Sergelimidi? Toshkent shahar Sergeliga qaraydi. Nech pul bo'lsa berib yuborasizlar, kene? 93-92 ga berib yuboramiz. 92 ga bermalar. Nech pulga bermadingiz? 90 ga bermadik. 90 ga bermalarsiz. Makler emas, o'zingizniki, a? O'zimniki. O'zimiz yashab turgan uyimiz, 4 kishi. Navaram bilan 5 kishi yashaymiz. 93 394 0218 nomerga aloqa qilib qo'yasizlar. Faqat naqdga sotilinadi. Tayyor kirib yashashga uy. Sotiga yer narxida berib yuborilyapti-da, buni yer narxidan ham arzon shunday uylar bonusiga berib yuborilyapti. Bozoringiz bersin kene. Rahmat kattakon. Akamizniki Mirzo-Ulug'bek tumani Maksim Gorkiy metro shuni orqa tarafida Dagestanskiy mahallada 3,5 sotik sotilyapti ekan. Fasad necha metr? 17 ga 20,5. Endi bu orqa tarafingiz Nikita tarafda qancha yuradi deysiz sotig'ini? Nikita tarafda 120 dan boshlanib tepasida. Endi ichkariligi qancha endi anaqadan? Kanichkadan. Kanishkadan qancha bo'ladi? 100 metrchada. 100 metr ichkari mahallaga. 60 metr. Asosan bu uchastkagada ya nijlo qilishga ham qulaymi? Yo'q, uchastkaga. Uchastkaga qulay, a? Qo'shlari so'rayapti ekan, kelishtirib beriladi. Nomer anaqa pul yozilmagan. Yo'q, atrof hammasi 2 etajli qurilganda. Yaxshi uchastkalar tushganmiz. Dagestanskiy o'zingizniki makler emassiz-a? Yo'q, o'zimizaniki. Kelishtirib berasiz aka. Hujjatlar hammasi joyida. Endi yer hisobida sotilinyapti bu anaqa. Tak Bremenga hisobida-da. 90lik 347 88 29. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. Charchamang, yaxshi joylarman. Keyin mana algoritm 30-kvartalda 2 xona variantlar bor ekan, 1-etaj, 4-etajli domdan. Narxini qimmat dedim, kelishtirib berasiz keyin. Prama o'zlaringizga chiqadi. 90lik 944 2839. Bozorchada algoritm. Remont qanday deysiz keyin? Sredniy toza kirib yashaydigan. Kirib yashaydigan, propiskalar toza. Toza. Hujjatlar joyida. Hujjatlar joyida. Mayli, bozoringiz bersin keyin. Rahmat. Mana shu yerda bir algoritmning yana bir akang varianti bor. Aka shuni ushlab turasiz.
Xo'p, algoritm Ahmad Jo'ja, to'rxona, 4-etaj, 9 etaj kaldi, 100 kvadrat. Remont, sredniy remont deysizmi? ichidan hammasi qoladi. Bu unaqa gazlimi, elektr plitami? Gazli. Xo'p, balkonning ichiga nechi? Balkon mebeli. 2.6 bo'lish kerak-a, yo bilmaysizmi? Balkoni yo'qmi buning? Bor, buni ikkita kichkina balkoni bor. Xo'p, akamiz realtor bo'lib ishlaydilar, kelishtirib beradilar. Aka, narxini necha pul bermadingiz? Bermadi klient yo. 83 ga berdim. 80 ga berma. Endi bersin. Rasm unaqa so'rasa, tashib turasiz, lokatsiyalar so'rasa 90lik 932 0271. Yana Chilonzor 4 ta Ya bo'ldi, bu sotildi. bu sotildimi? Sotilgan ekan. Bozoringiz bersin aka. Xo'p, Zangiota rayon kirami? Zangiota rayon bu sud sentrida 4-7 sotiq uchxona korobka ekan. 42 ming so'ralyapti. Yangi mahalla. Asfalt qilingan. Shunda algoritm 30 dan bir xona 2-etaj, 4-etaj kalidom. Remont qanday? Necha kvadrat? Sredniy remont 40 kvadrat. 40 kvadrat. Kadastrda 38-39 yozilgan. Mebel texnikasi bormi yo'qmi? Yo'q, pustoy. Propiskada necha kishi bor? Hech kim yashamaydi, Hech kim bo'sh uy. yo'q. Kalta, Hujjat joyida. Hujjatlar toza. Gazda ovqat qilinadimi? Gazda. Gazda qilinadi. Parkovkalar qanday? Bemalolmi yo tig'izroqmi? Bemalol. Bemalol. Mahalla. 48,5 da bu qimmat emasmi aka bu? Kelishamiz, gaplashamiz. Kelishiriladimi? So'raganlar bo'lsa. Boya aytganlar 50 necha edi? 51, 52. U nima edi 51 52? Bir xonali. Bir xonali shunaqa sotilyapti. Algoritm 30 arenda nima dedingiz? Orientir 296-maktab. Yana Ahmadmi, Muxlisami? Muxlisadan kirganda 30-kvartal. Va Muxlisadan kirganda yaqinroq. Makler emassiz a? Yo'q. O'z nomer 93 597 33 39 nomerga aloqa chiqib olasiz. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Bu Toshkent City yonida Shayxontohur tumani Qoratoshda 2 xona 5/5, balkon 2 ga 3 razmer. 50 kvadrat ekan, Yevro remont. Orientir nima deysiz? Bekov kolleji bor. Yo'q, rassomchilik kollejmi? Ha, o'sha Rassomchilik Beeline ofisining yonida. Beeline ofisining yonida. 500-600 metr. Aha, to'g'rida Toshkent City ko'rinib turadi. Toshkent City uydan ko'rinib turadi. Aha. Bo'lib 69500 so'ralyapti. Bu qimmat emasmi aka? savdosi bor ustida hozir. Savdosi bor. Endi Qoratoshda narxi shunaqada endi. Endi bu u tomoni yaxshi tomonida, Toshkent City'ning oldi. Ustida savdosi bor, kelishtirib beriladi. Rasmlar bormi? Bor. Bitta ko'rsatib yuboring, poza qildim. Xo'sh, mana rasmlarni ham ochib oldik. Balkon, Balkoni. O'tkazib ketaverasiz aka. oshxona, Aha. vanna, tualet o'zbekcha. Aha. Bu koridor, Aha. koridor bilan zal, bu ispanlisi. Koridor bilan zal yanvar oyi remont qilingan. Aha. Tomdan chakka o'tmaydi-ya? Yo'q, o'tmaydi. 5/5 bo'lgani uchun ko'p so'raladigan savolda. Shunday. Hujjatlari joyida. Hammasi joyida. Propiskada necha kishi dedingiz? Propiskada bir kishi. Bir kishi. Kalsiraz beriladi. U ham juda katta yutuq. Aka, bozoringiz bersin, mana shu 99 130 99 33 nomerga aloqa chiqib ko'rasizlar. Rasm, lokatsiya, ana hammasini tashlab berishadi videolarni. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. Sergeli Indeks bozor yonida arzon mana bir xona 31 kvadrat 6-etaj 9 etaj kalli novostroyka bor ekan. Mana hovlida fontanlari ham bor ekan. G'ishli dom, gazli, o'rtada ekan. 33,5 mingga narxi qo'yilgan ekan. 32 ga bermadim dedilaringizmi aka? 31 ga bermadim, $1000 dan so'ragandim. 31 ga ham. 31 dollarga berilmagan ekan sal oldin. $29,900 ustida yana ozgina o'tib beradigan joylari bor. Pastdan nomerga aloqa chiqib ko'rasiz. Faqat naqdgami? Faqat naqdga turgan metroga 1,5 kilometr uzoqlik. Shunda indeks bozor orqasida Kadastri chiqqan. kadastr dokumentdan muammosi yo'q. Aha. $4000 ga подключ remont qilib beriladi. 20 kunda ustalar bor. Aha, aboyli remont bo'ladi. Aboyli yevro remont bo'ladi. Shunda kirgashiga arenda qo'ysa 250 ga turadi, sentyabrdan 300 ga turadi. Asil dohod uchun zo'r, oyiga 1%, yiliga 10% tashab beradi. G'ishli dom. Yiliga 3,5 ming, 3000 kelib turadi. Ha, zo'r. Investitsiya uchun zo'r. Ikkinchi variant Sergeli Qo'yliq massiv 6 da 2 xona 48,1 kvadrat 9 etaj kam 9-etajda ekan. Yangi lift almashtirib qo'yilgan ekan. Yangi aboylar, yangi remont qilingan ekan, mebel texnikasi bilan ekan. Sanuzlari mana alohida ekan. Ko'rib turganman, mebel texnika qoladimi? Hammasi qoladi. Xolodilnik ham bor. Xolodilnik, steralka, konditsioner, konditsioner ham televizorlar, gilamlarigacha bor ekan. Yashash uchun ham, arenda uchun ham tayyor variant hisoblanadi. Tolarix metrovikat yonida ekan, maktab bog'cha yonida 43 ming deb chiqarib turdik, srochniy egalariga pul zarur. Shunday qilib berib yuboriladi 39,900 ga. 39,900 ga. Arendaga necha pul beriladi? Arendaga bemalol hozirgi vaziyatda 300-350 ga turadi. 300-350 ga. 300 ga odam turganda, 350 ga odam turgandi. Sotiladigan bo'lgani uchun chiqarilgan. Olgan odamlar yana arenda uchun ham ishlatsa zo'r. Ha. Bo'l, keyingisi. Bu yoqqa o'tib olasiz.
Sergeli Betonkada Sokin makon жилет kompleksi orqasida voyennilar uchun maxsus qurilgan Novostroyga g'ishli ekan, ha? G'ishli dom, 5 etajli dom, 5-etaji. Bu 109 kvadrat почти. 4 xona qilib 5 xona foydalansak bo'ladi, chunki buni koridorni mana uzunligi 320 ga 10 metr. 320 ga 10 metr. 30 kvadrat o'zi koridormi? Koridor o'zi 30 dan ko'p. Bitta katta hol ekanda. Katta hol. Vanna tualeti alohida. Mana vannasi. Xonalari har bitta xonasining razmeri 3 ga 7 почти. Ha, ana shuna bir balkoni ham standart xona ekan. 1,5 ga 3 metr. Aha. Atrofda parkovka, plashatka hammasi yetarli. Unaqa muammo yo'q, unaqa tiqilinch emas, zicha emas. Mana tinch joy, xotirjam joy. Betonkada 1 kilometr ichkarida. Turon metroga, Chinob metrosi. Narxi nechi pul? 68,5 630 dollardan deydi. Nechi pul qilib beriladi? Bu ham срочный egalariga pul zarurlarga 66500 ga berib beriladi. 2000 dollar o'tdingiz. Ha, u 610 dollar atrofida ham chiqsa kerak. Endi bu o'zingiz hisob kitob bo'lib olasizlar. Hozir shaharda kvadratiga 1000 dan to'lab, 2 yil yuragini qovushlab, shunday. aldanib qolayotganlarni ishda oxirida. Bu tayyor kadastrli bu. Ha, zo'r. Endi Sokin makondami? Sokin makonda bor, 6-etajda 43-22 kvadrat. Necha xonaligini ayting-da, bir xona Bir ekan. xona 6-etaj, 16-etaj. Balkon necha? 1 ga 3. 1 ga 3. 3 balkoni bor, go'z remont, ichida ba'zi mebellar, texnikalari bor. G'o's remontni ham tushuntirib bering. Bir xillar tushunmasligi Remontda mumkin. emulsiya qilingan bo'ladi, toza oq Kirib yashaydigan. kirib yashaydigan shunday. Aha. Kafillar hammasi qilingan bo'ladi. Bitta ob'ekt bo'lsa, xohlasa 20 ming bo'ladi. Aha. Xo'p, buni ham kelishtirib beriladi 43900 dan. Kvadrati ming aylanyapti. Ha, Qanchadan qilyapsiz? 42 ga berib beriladi, срочныйga. 42,5, 42 ekanda. Ha, shaharda 30 kvadratli uylar o'zi 46-45 sotadi. Shunday. Arendaga necha pulga beriladi? Arendaga 300 ga o'rtacha turadi. Qo'yib bera olasizmi o'zingiz? Qo'yib beramiz inshaalloh. Mana pastdan 7-etajda ham bor, u ham xuddi shu narxda. Ikkita bor. ha, pastdan nomer 97 025 15 15. Mabodo arzon narxdan oldim desa, rasm, video, lokatsiyalar tashlab berib turasiz. Metroga necha ostanovka dedingiz? 3 ostanovka Chinob metrosiga. Metroga Lent 3 house ostanovka tomonidan ekan. qurilgan Sokin makon loyihasi. Zo'r. To'ka yo'l yuzida. Bo'l, bozoringiz bersin aka. Har kuni mana arzon narxda kanali ulg'anib olingizlar. Telegramda arzon narxda deb lotinchada hech narsa qo'ymay yozsalaringiz chiqadi. Video ko'rinishidagi 2-3ta o'rtacha harakat qilamiz video chiqarishga. Asosan Sergelining videosini chiqaramiz. Chilonzor, Shayxontohir, Yunusoboddan ketadigan arzon variantlarni rasmida ko'rinishda chiqarib turyapmiz. Ya'ni fizически uspet qilmaymiz borishga, vaqt masalasi, boshqa masala. Taqalganini savdolashib, oxirgi narxni qo'yib beramiz. Opsiyada ham linkni qoldiramiz. Arzon narxda deb yozsalaringiz Telegram kanaliga chiqadi. Har kuni arzon variantlar birinchi bo'lib Telegramga qo'yib boramiz. Ulanib olingizlar. 3200 ta hozircha podpischik bor. Ulanib olsalaringiz, xudo xolasa arzon variantda o'tkazib bermasizlar. Yaxshi tarafi hal qiladigan ba'zida egalari, ba'zida hal qiladigan maklerlar bo'ladi. Yaxshi tarafi viloyatlar uchun lokatsiyasi degan joyi bo'ladi. Ya'ni Google Maps orqali lokatsiyasini ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Metrogacha qancha, bozorgacha qancha o'zlaringiz o'lchab olishi oson bo'ladi. Kanalga ulanib oling. O'qib bering. Toshkent viloyati, Toshkent tumani, Hasanboyda ekan, Sheribomda ekan. U taraflari ham uncha yaxshi bilmayman, ochig'ini aytaman. Bir sutkasi, bir sotig'i 25 ming dollardan. Bu Startoviy narx. startoviy boshlanish narxi. O'tib beraman degani startoviy. Ko'pchilik bilmasligi mumkin ba'zilar. Bu qimmat emasmi? Qimmatga tuyulyapti endi. Yo'q, qimmat emas. Necha puldan bermadingiz? So'rashdimmi? Mashina 90 ga berib yuboriladi jamida. Necha sotiq edi? 4,5 sotiq. 4,5 sotiq. Uyi bilan. Uyi bilan 1 mingkasi bor. Endi rasm videolari yo'q ekan. Qaysi birda Telegram bor? Yo, yaxshi o'ylari bor. Yo, Telegram bormi? Anaqa lokatsiya. Bor, mana shu nomerlarda bor. 94 559 1959. Siz maklermisiz, egasimisiz? Men bu qo'shnisiman. Qo'shnisiz? 33lik ikkinchi nomer. Abdurahmon deb qo'ying. Abdurahmonov. 196 26 26 nomerga aloqa qilasiz. Aloqa chiqarasizlar. Toshkent tumani, Kelis Abdurahmonov 12 sotiq katta yo'l yuzida ekan, yer hisobida sotilyapti ekan. Boshlang'ich narx 20 ming bir sotig'iga. U nimaga nomer yo'q ham aka? Nomeri yo'qligi o'zi odamlar biladi. Faqat sotilayotganini bilsa, meni o'yim shuni topib oladi. Sentrdadi. Aha. Necha puldan bermadingiz? Bermagan narxingizni ayting. Ha, buni bo'lib sotishga 20 dan bermadim, lekin agar yaxlit olsa, startoviy qilib tushirib ham beraman. Qanchadan? 17 dan berasizmi? 18 dan berib yuboraman. 18 dan. Nomeringizni ayting endi. Nomeringizni ayting, telefon. Yo'q, o'zi odamlar ko'cha yuzida. Yo'q, amal viloyatdan ko'radiganlar sizni qanday aniqlab olasiz? Qo'shningiz taniydi, boshqalar tanimaydi-ku. Bo'pti, keyingi nomer almashtirib sizga beraman. Nomerni almashadi. Bu nomermi qo'shningiz? Bu qo'shnim. Siz
Mashinadan topib olsa ham bo'ladi. 33lik 196 26 26 nomerga aloqa chiqib, ismingiz kim aka? Xo'ja Akbar. Hoji Akbar akani so'raysiz, berishadi. Yangi 16 yillik. Qaysi rayon? Toshobulmi? Toshobulda qaysi tumani? Zangati. Zangatada yangi 16 yillik. Yangi 16 5 sotiq yer. 5 sotuq. Sotiga 35 dan yana joyida sodasi bor. Bu qimmat emasmi? Bu Nazarbiy tarafmi? 34 dan bermadi u. Yo'q, qaysi tomon bu? Hozir men bilganim Bu yo'q. Nazarbiy tomon emas. Ha. Bu ham Tasboy biyo beti bor-ku. Ha. Biyo tomoni beton. Betonga yoni. Yangi mahalla. Ha. Abdurahmonov yonida bo'lsa. Yangi uchastkalar bu. Aha. Asfalt bo'lgan 4 burchak hovli 20, fasadi 20. Aha. Ichkariga 25. Keyingisichi Damariqda Kengesi Damariq. 3 3 xona, sotuq, 3 xona 3 sotuq. общий 55 mingmi? Общий 55. Bunisi nisbatan real narx ekan. 90lik 024 88 74. Siz o'zingiznikimi, maklermisiz? O'zimniki. O'zingizniki. Hujjatlar hammasi joyida. Hammasi joyida. Bo'ldi. Kanalimizdan borsa kelishtirib berasiz aka. Xudo xolasa joyida sodasi bor. Bo'ldi, bozoringiz bersin aka. Rahmat. Keyin variantlar ekan, bir xona, birinchi etaj, 29 kvadrat, Chilonzor Oqtepa Kurukning yonida. Mebellar, remontlari toza holatda ekan, mebel texnikasi bilan. Boshlanish narxi 46 ming dollar ekan, ustida o'tib beradigan joylar bor-a? Bor. Propiska necha kishi bor keyin? Hech kim yo'q. Dokument Hujjatlar joyida. Tayyor, joyida. Kart necha kunda beriladi? Srazu beraman. Srazu beriladi. Bir oy, 2 oy degan joyi yo'qmi? Yo'q, unaqa narsa yo'q. O'zi Srazu Chilonzorda narx-navo o'zi bir xona 45-50 orasida o'zi. Bu eng yaqin metro, Novzi metrosi hisoblanadi. 2 ostanovkali yo'lda taxminan. Avtobusda 2 ostanovkali yo'l. 93lik 595 45 80 nomerga aloqa chiqib ko'rasizlar. Rasm, video, lokatsiya, bor. hujjatlarni ham tashlab berib turing. Joyida, ha. Unaqa bir xil qo'rqadi-da tashlab berishga. Yo'q, Hozir bemalol. hech narsa qilolmaydi-ku. Bozoringiz bersin keyin. Rahmat. Charchamang. Sizlarni ham omad bo'lsin. Chilonzor kvartal nomdor choyxonani orqasida Yevroelement 2 xona, 3 xona, 6-etaj, 9-etajkalidan. Bu to'g'risida, orqasida debman. Nomdor to'g'risida. Mebel ha, shuni aytaman, mebel texnikasi bilan 102 ming so'ralyapti ekan. Endi C kvartal shunaqa narx yuradi. Ustida kelishtirib beraman deyapti. Faqat naqdga sotilinadi. Faqat naqdga. Ikkinchi variantlari Chilonzor 11, Al-Xorazmiy Kurti yonida 2 xona, 1-etaj, 9-etajkalidan. Yaxshi remontlar ekan, 60 kvadrat mebel texnikasi bilan 71,5 so'ralyapti ekan. Ustida kelishtirib bergan joylari bor. 97 370 12 22 nomerga aloqa chiqib ko'rasizlar. Bozoringiz bersin aka. Rahmat akajon. Naqazingiz bormi? Telegramimiz bormi? Bor shu nomer Telegram. Rasm, video, lokatsiya tashlab berib turasiz. Hammasi beriladi aka. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Rahmat akajon. Keldilar aka, oldi sotilar qanday bo'lyapti? Mana Keldilar akamiz Samarqandlik 4 yildan beri makler ishlaysiz-a? Savdolar qanday bo'lyapti? Endi akamiz aslida algoritm bilan ishlaydi. Savdo qanday bo'lyapti aka? Savdo yaxshi. Hozirgi oyda aprelda sal susayib qoldi. 1-aprelni bu yoq tashladi ya. 1-aprelgacha notariuslarda odam to'la oldi sotdi ko'p bo'lib, ham qimmat bo'lib, qimmat aytsa ham ketib yotadi. Shunday. Birinchidan keyin hozir susayib qoldida, asta-asta narxlar tashayapti pastga qarab. 1-apreldan odamlar o'yladi, ko'pchilik menga aytgani. 12% NDS qo'shiladi, uyning narxi 10%, 12% ko'tariladi dedi. Endi o'zlari to'qib oldi, narxi nechta bo'ladi? Yo'q joydan. Shuni hisobiga ajiotaj bo'lib ketdi. Sotdi, olgan olib qoldi. Aka, bank masalasi qanday bo'ladi? Qancha vaqtingizni olyapti? Bank klientlar qiynalyaptimi? Nima bo'lyapti? Yo'q, uncha qiyin emas. Bankka borib escrow degan hisob raqami blankasini to'ldirib topshiradi. Menejer bilan hisob yozuvchi bilan to'ldirib, kassaga borib pulini topshirib, 1 soat, yarim soat vaqt ketyapti-da. Notariusga borib, notarius oldi sotdan shartnoma qilib, qaytib kelib pulni olib ketaveryapti. Bo'ldi. 206 ming bir martalik to'lov. 206 ming to'lov, ha, sirasi. Chilonzorda C kvartalda Sanoat qurilish banki, SKB bankda shanba-yakshanba ham soat 9 dan 5 gacha kassa bilan escrow счет ochadigan bitta qizlardan operator qiz yaqinda turibdi. Men eshitganim, bitta o'sha SKB bankda eshitdim. Chilonzordagisi. Maqsad endi shanba-yakshanba ham o'zi oldi sotasizmi, shanba-yakshanba bo'ladi-ku. C kvartalda. C kvartalda, Gay ko'chaning yonida. Aka, yana qanday ko'p Milliy bank, Xalq banki, SKB shularda ishlayapti-da hozir escrow. Escrow emas. Shanba-yakshanba. Milliy bank bilan yana qaysi bank dedingiz? Xalq bank. Xalq bankida. Yana qanday ko'p savol berilyapti aka klientlar? Shuni o'zgarishlar bo'yicha hammasini qo'ydirmayapti-ku nimaga pulga? Endi qisman qo'yayapti. Bizda bir xillar 150 ming, 112 million, 112 million, 10 ming dollar qo'ydi. Bir xillari 15 million qo'ygani ham bor. Hamma har xil. Lekin o'sha sotgan odam boyagi oldi sotdini qog'oz olgandan keyin
bankka boradi, bankda o'shani xohlasa dollar, xohlasa so'mda, Xohlasa kartasiga xohlasa kartasiga Uchta 5% tushirib oladi. sira tushirib beradi. Misol 100 million ko'rsatdi, 100 million bilan aktiladi, qog'ozni beradi, 100 million yana bizlar qaytarib oladi so'mda. Faqat endi dollarda shu yerda maydalashda sotib olishda qilib qolish mumkin. o'rtacha 1 dollar ham 100 bitta ko'p beradi, 10 ming so'm, 8 ming, 10 ming raznica qilyapti-da, ya'ni yutqizish bo'lyapti. 100 millionga bir 65-70 dollar yutkazib qo'ygan. Shunaqa. 100 million. Yana nima ko'p savol beriladi aka? Narx-navo hozir savdo bo'lmaganida narx-navo nisbatan tushyapti. Sekin-sekin tushyapti. Uni bilmayapti ko'pchilik. Savdo bilan bir xona O'sha oldingi narxda ushlab turibdi, hali ham ko'pchilik bilmayapti-da. Ya'ni orada ozgina vaqt o'tgandan keyin o'zi bilib qoladi. Masalan, shunaqa. Endi yoshi katta ekan, ko'rmay qoldi. Telefonda syomka qilyapti sababi o'tib ketgani. Nima ko'p savol berilyapti aka? Klientlar tomonidan, sotuvchilar tomonidan. Endi ko'pchilik ipotekaga ham so'raydi ko'pchilik. Yo'q deydi, iloji yo'q. Biz aka asosan naqdga ishlaydilar. Bo'ldi, akani kuzatib turasizlar, aka. Mabodo algoritmni sotaman deganlar yoki olaman deganlarga nomeringizni bir aytsangiz, yozuv bilan qoldiradi. Operator. Men o'zim kuzatib boraman arzon narxdan. Narx-navo chiroyli chiqaramizmi? Hammasi yaxshi. Bozorda salgani arzonda. Biz endi arzon topib tashlaymiz, savdolashamiz, taqalganini qo'ying deymiz, sotiladi deymiz. Hammaning ishi bitadi deymiz. Shunaqa ma'qulda. Bu falan realni narxdan 10 ming ziyodaga aytadi. Maklerda ham, bizlarda ham qochiradi, klientni ham qochiradi, shuni turaveradi. U foyda yo'q-da uni. Shuning uchun men arzon narxda bo'lgani anaqa kelishtirib bo'ladiganlar o'tsa yana o'shandan ham ozgina o'tadigan joyi bo'ladi, o'sha yaxshi narx bo'ladi-da. 65 minglik uyda 75 ming deganda nima foyda u? Shunday. Nomeringizni bir aytib yuboring aka. 90 nechiligi? 94lik 308 1302. Pastda nomer qoldirib, algoritmni sotmoqchi. Algoritmda hamma variantlar bor. Olmoqchi bo'lganlarga tavsiya beramiz, keldilar aka bilan. Aka bozoringiz bersin. Charchama. Rahmat. Arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Pastda linklarni chiqaramiz. Har kuni arzon variantda rasmlar bilan qo'yib boramiz. Salomat bo'linglar.